kuch birlikda, hamjihatlikda deb bejizga aytishmagan azizlar. Ayni paytda biz Mirobod tumanidagi Yangi Zamon mahallasidamiz va bu yerda ayni paytda bu mahalla yashil toifaga kiradi. Sababi mahalla yettiligi hamjihatlikda ish olib borgan. Bugun mana shu jarayonlarni birgalikda ko'rib guvoh bo'lamiz. Qurg'as tugmasi qo'shishimiz kerak sizlarga, chunki jamoat joyidasiz. Jamoat joyida har doim xavfsizlik yaxshi bo'ladi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad zararlarni oldini olish va jinoyatni panohlantirish. Do'koningizda qanday holat yuz berganda knopkani bosasiz. Nozir bilan birgalikda ijtimoiy hisobga turgan ayollar bilan borib o'rganiladi, psixologik yordamlar beriladi, ular bilan suhbat o'tkaziladi, kerakli joyda moddiy yordamlar berib birgalikda o'tkazamiz. Tazyiq zo'ravonga uchragan ayollarimiz bitta oila bo'lgan. U bilan borib o'zaro nizoli oila hisobida mahalla qadriyatlar komissiyamiz bor, o'shalar bilan ko'rib chiqiladi, yarashtirishga harakat qilinadi. Psixologik yordamlar beriladi. Profilaktik nozir bilan, yettilik bilan asosiy vazifalardan biri shular bilan hamkorlikda ish olib borish. Profilaktik nozir bilan har doim prezidentimiz birinchi qarori asosida ham ish olib boramiz. Ijtimoiy profilaktika turadigan xotin-qizlar bilan birgalikda hamkorlikda ish olib boramiz. Maslahat mahalla raislar, Muzaffar hokim yordamchisi, hammasini bilamiz. Ya'ni mahallaning xavfsizligi qay darajada? Xavfsizligi mana Azim aka boshchiligida xavfsizligi ham Xudoga shukr tinch. Har kuni chiqamiz mahallagacha, mahallaga chiqib, o'tirib o'sha yerda kelamiz birga. Gapirishib, sog'lik salomatligini so'rab chiqamiz. Ishdan keyin nima qilamiz? O'sha mahallaga chiqamiz. O'sha yoqqa tortadi bizlarni ham, to'g'risi. Rahmat. Aholini notinch xonadonlarga biz qo'riqlash tugmachalarini o'rnatganmiz shu vaqtgacha, hozirgacha ham yana o'rnatib kelyapmiz. Ajrim yoqasida bo'lganlarni bir-biriga shikast yetkazmaslik uchun profilaktik nozirimiz ishlari juda ham aniq va ravon ko'rilyapti. Buning natijasida biz qo'riqlash tugmasi birinchi bosqichda 6 ta o'rnatgan bo'lsak, mana hozir shu o'rnatishimiz kamayib bordi. Sababi notinch oilalarimiz ancha kamaygan. Hamda ichkilikka ruju qo'ygan aholi qatlamidan 12 tasini shu davrgacha profilaktik nozirimizni tashabbusi bilan hamda ularning harakatlari natijasi bo'yicha 6 oylik davolash kurslariga, mashqlarga jo'natgani bu bizga yaxshi yutuq berdi. Hamda mana shu PQ1 ni bajarishida muammo bizda yo'q. Hamda ham xursand, ham mamnuniyatni ayta olamizki, bizning mahallamizda yashil hudud nimasiga kiritilgan, toifaga kiritilgan. Bu yerda esa biz xursand bo'lamizki, hamda ko'kragimizni keng kerib o'ta olamizki, bizda jinoyatchilik yo'q. Xavfsiz mahalla obod hayotning poydevori deb bejizga aytishmagan azizlar. Yangi Zamon mahallasidagi ishlar bilan birgalikda tanishdik. Shunday ekan, mening mahallam loyihasining keyingi sonlarida uchrashguncha o'zingizni ehtiyot qiling.